3 donagina arzon mahsulotdan bunaqa foydali, unsiz, shakarsiz, semirtirmaydigan brauni chiqadi deb hech ham o'ylamagan edim. Videoni oxirigacha ko'rib like bossanglar, to'liq retsept bilan bo'lishaman. 2 dona olmani to'g'rab blenderga solamiz. Ustidan 2 dona tuxum chaqib, yana 1 choy qoshiqda razrıxlitel, 2 choy qoshiqda kakao va yana 1 choy qoshiqda yog' solib, yaxshilab blenderlaymiz. Masalliqni formaga solamiz. Yanada foydali bo'lsin deb men Badam Natural Healthy profilidan mana shunaqa sifatli, chiroyli kesilgan bodom yaproqchalarini solib, yanada vitaminga boyitdim. Keyin esa uni 180 gradusga 30 minutga qo'yib pishirib oldim. Judayam mazali, to'yimli, asosiysi semirtirmaydigan brauni tayyor bo'ldi. Retseptim yoqqan bo'lsa, yaqinlarga yuborib qo'ying. Profilimga obuna bo'ling. Bundan-da foydali ma'lumotlarni siz bilan bo'lishaman.